Boshingiz tez-tez og'rib, dori ichish joningizga tegdimi? Unda bu videoni o'tkazib yubormang. Hozir sizga o'rgatadigan narsalarim bosh miyani og'rig'ini ham ketkazadi, uyqungizni ham ochadi. Bosh miya faoliyati yaxshilangan holatda energiyangiz ham ko'payadi. Bu massaj bilan amalga oshiriladi. Birinchisi mana bu tomondan, ya'ni ensadan to o'mrov suyagigacha kelamiz. Qattiq olib kelish kerak. Mana shunaqasiga tortib 15 marta bir tarafga, 15 marta ikkinchi tarafga. Ikkinchisi quruq yuzimizni yuvamiz. Mana shu holatda. Uchinchisi esa quloqlarimizni ham qizdiramiz. Bu nima uchun kerak? Bosh miyaga qon kelishi, yaxshilanish hisobiga aytib o'tgan simptomlar barchasi qutulasiz. O'zingizda foydalanib ko'rishingiz mumkin va boshi tez-tez og'riydigan do'stlaringizga borib qo'ying. Bu metoddan foydalanib ko'rishsin. Sizlar bilan doktor Namozov bo'ldi.